alaykum, hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Amerika avazının Xitaycha xabar kanalı Uyghur təşkilatları Xalqara Cinoiy İşlər Sud Məhkəməsini Xi Jinping ustidan qanuniy hərəkət qo'llanishga chaqirdi dedi. Xitoyga qarshi saylangan komitetning raisi Uyghur musulmonlarining sistemlik turda yo'q qilinayotganligini aytdi. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Amerika avazının 23 mart günüdeki xəbərdə Washingtonga joylashgan ikki Uyghur gruppasi Xalqara Cinoiy İşlər Sud Məhkəməsidən Xitoy prezidenti Xi Jinpingni o'z ichiga olgan Xitoy amaldorlarining atalmış Şinjandagi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatini tekshirib ayblashni talab qildi. Xalqara Cinoiy İşlər Sud Məhkəməsi Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Rossiya bolalar huquqi komissari Mariya Alekseyevna Lvova-Belovani ishg'ol qilingan Ukraina zaminidagi bolalarni Rossiya Federatsiyasiga yo'tkash, qochirishga chetishliq deb qarab va urush jinoyati bilan ayblab tutish buyrug'i chiqardi. Washingtonda turishliq Sharq Turkiston sürgündü hökumatining bosh ministri, Sharq Turkiston milliy harakatining qurg'uvchisi Salih Xudoyor Xalqaro jinoiy ishlar sudi Rossiyaning jinoyatini urush jinoyati deb ayblagan bo'lsa-mu, Xi Jinping boshchiligidagi Xitoy amaldorlarining sodir qilgan va davomli sodir qilayotgan jinoyatlari shubhisizki Birlashgan Davlatlar Tashkiloti belgilagan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni tashkil qiladi dedi. Uning aytishicha, uning tashkiloti 2020 yil 7 oyning 6 kuni 80 betlik hujjat yo'llagan bo'lib, uningda Xitoy amaldorlarining Putin va Lvova-Belovaning jinoyatiga o'xshash jinoyat sodir qilganligiga oid faktlar bor bo'lib, undan keyin Xi Jinpingning qo'lga olishni talab qilgan qo'shimcha dalil isbotlarni o'z ichiga olgan 3 hujjat yo'llangan. Salih Xudoyor yana Uyg'ur dilosining Ukraina dilosi bilan ba'zi o'xshashligi borligini, Rossiyami, Xitoymi Xalqaro Jinoiy Ishlar Sud Mahkamasiga a'zo davlat emasligini, qandaqla bo'lmasin Xalqaro Jinoiy Ishlar Sud Mahkamasining har ikki diloga qarata boshqarish huquqiga ega ekanligini aytdi. Xalqaro Jinoiy Ishlar Sud Mahkamasining bir nafar bayonotchisi Xalqaro Jinoiy Ishlar Sud Mahkamasi 2022 yil 7 oyning 1 kunidan boshlab Xalqaro Jinoiy Ishlar Sud Mahkamasining boshqarish tavalligidagi davlat yoki uning fuqarolari tomonidan Xalqaro Jinoiy Ishlar sudiga a'zo davlatlarning tuproqi va chegarasi ichida ishlangan irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat yoki urush jinoyatlarini tekshirsa bo'ladi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Bexatarlik Kengashi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nizomnomasining 7-bobining ro'yi bo'yicha Xalqaro Jinoiy ishlar taftish mahkamasining taftish qilishiga topshirsa bo'ladi dedi. Bosh shtabi Gollandiyaning Gagaga joylashgan Xalqaro Jinoiy ishlar sud mahkamasi boshqa hech qanday tashkilot bilan munosabati bo'lmagan Rim nizomnomasi asosiga qurilgan mustaqil xalqaro tashkilot bo'lib, bu shartnoma 123 davlat tomonidan imzolangan. Mushuningga o'xshash Xalqaro Jinoiy ishlar sud mahkamasi xalqaro qonun doirasi ichida harakat qiladi va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qatorliq boshqa xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlashadi. Xitoy bilan Rossiya Xalqaro Jinoiy ishlar sudining Rim nizomnomasiga qatnashgan davlatlar bo'lsa-mu, shartnomaga imzo qo'ymagan. Shunga ular Xalqaro Jinoiy ishlar sud mahkamasining rasmiy a'zosi emas. Xalqaro Jinoiy ishlar sudining bayonotchisi Uyg'ur tashkilotlarining Xalqaro Jinoiy ishlar sud mahkamasidan Xi Jinpingning Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini tekshirishni talab qilganligini Amerika ovoziga aytgan bo'lsa-mu, Xalqaro Jinoiy ishlar sud mahkamasi har qanday shaxs va tashkilotga jinoyat haqida uchur bermadi. Salih Xudoyor dalil isbotlar 880.500 dan ortiq Uyg'ur va boshqa turk bolalari oilasidan majburiy ayirib etilib, mingga yuyish lagerlariga avatilganligini ko'rsatdi dedi. Xalqaro Jinoiy ishlar sud mahkamasi hozir Salih Xudoyorning advokat guruhi sungan dalil isbotlarni tekshirayotgan bo'lib, Xitoy amaldorlarining jinoyatlari ustidan tekshirish elib berish bormasligini qaror qilgan. Salih Xudoyor Amerikani o'z ichiga olgan dunyoning har qaysi joylaridagi davlat hukumatlarini bu dilonni qo'llashga, Xalqaro Jinoiy ishlar sudining tizdan harakatga kelib, Xitoy rahbarlarining Sharq Turkistonda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilikdagi jinoyatini javobgarlikka tortishni talab qildi. Surgundagi nurg'ulg'an Uyg'urlar ona vatanini Sharq Turkiston deb atashni yaxshi ko'rdi. Xitoy bu joyga Xinjiang deb nom bergan. Amerika hukumati va bir qism g'arb parlamentlari Xitoy doiralarining atalmish Xinjiangdagi kishilik huquq dafsanchiligini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb atadi. O'tgan yil 8 oyda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti dokument e'lon qilib, Xitoyning atalmish Xinjiangda insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirishi mumkinligini o'ttirg'a qo'ydi. Xitoyning Washingtondagi bosh elchixonasining bayonotchisi Liu Pingyu bu ayblashlarga qarata Amerika ovozi radiosiga elektron xat yo'llab,
bu ayblashlarning asossiz ekanligini, atalmış Şinjanğa münasibetlik mesele hergizmi kishilik huquq masalasi emas, balki zo'ravonlik, terrorlik, oshqunlik va bo'lginchilikka qarshi turish masalasi ekanligini aytib, Xitoyga qarshi kuchlar va tashkilotlar atalmış Şinjanğa münasibetlik masalalarni kishilik huquq masalasini siyosiylashtirish uchun ishlatdi deyildi. Xitoyga qarshi saylangan komitetning raisi Uyg'ur musulmonlarining sistemli turda yo'q qilinayotganligini aytdi. Majlisning Xitoy bilan munosabatlik saylangan komitetining ministri Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik, kommunistik rejimning tahdidi haqida ogohlantirish kerakligini aytdi. Komitet raisi Mike Gallagher kunlik signalga bergan bayonotida Xitoy Kompartiyasi yurgizayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining Xitoy Kompartiyasining haqiqiy tabiatini ko'rsatib berdiganligini, Xitoy Kompartiyasining rahbarligi haqida dunyoga bir signal berish kerakligini aytdi. U Xitoy Saylam komitetining payshanba kunidagi Xitoy Kompartiyasi yurgizayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi degan temadagi isbot anglash yig'iniga tayyorlik qilayotganda diniy guruhlar yig'ib olish lagerlariga qamal qilindi, majburiy emgakka selindi, ayollar tug'mas qilib etildi, oilalar parchalandi, bir etnik guruhga sistemli turda yo'q qilinmoqda dedi. Mike Gallagher boshchiligidagi komitet rasmiy turda Xitoy Kompartiyasi bilan Amerika orasidagi strategik raqobat saylangan komiteti deb qaraladi. Wisconsin Cumhuriyatchisi o'tgan 80 yilda qayta takrorlanmasin deyildi, ammo qayta takrorlanmasin degan irqiy qirg'inchilik yilmi yuz bermoqda. Hozir mayli shirkatlar yoki universitetlar bo'lsin, bu irqiy qirg'inchilikqa bilib bilmay qatnashayotgan bo'lsa, buni to'xtatish uchun qo'lidan kelganini qilish kerak dedi. Ramazan Sharif xayrlik o'tgay. Abduri Burhan Muhammad. Rahmat ayiga kirib keldik. Barkatiga ehtiyojliq biz. Mag'firat ayiga qadam oldik. Poklanishga muhtojmiz. Qur'on ayini kutib oldik. Hidoyatidan umidvor biz. Bu oy soyasida hikmat buluqidan sug'urilishga, samoviy nur bilan oydinlanishga, ilohiy ma'rifatdan oziq olishga tashna biz. Taqdirimiz qil ustida. Nijotlikqa erishishga umidvor biz. Tasvirlab tugatkisiz g'aflatda biz. Uyg'onishga majbur biz. Qatma-qat asoratda biz. Hur bo'lishga mukallaf biz. Derlarki, bu oyning ibtidoisi rahmat, intihasi nijotlik fursati. So'rabdilarki, dunyoning do'zaxi nima? Javob shuki, vatan hijroni. Azobi-chu, judolik. Ah, Tangrim. Halimizning shu bo'lishiga qaramay, sendan mag'firat kutmoqdamiz. Shuning bilan bir vaqtda seningdan o'zga nijotkorimizning yo'qligini idrok qilmoqdamiz. Sendan o'zga panogohimiz ham yo'qligini tan olmoqdamiz. Sendandir madad va kuch-quvvat bizlarni adolatingdan bakrak fazli marhamatingga nail qilishingni tilaymiz. Qahri va adolatingni mustamlikchi zolim ustida patroq tajalli etishingni, naloyiq bo'lsaqmi ustimizdagi hijron azobini patroq dafi qilishingni, arzimsakmi bu judolik to'saqlarini tezroq ko'tarib yetishingni so'raymiz. Shu munosabatda deydiganimiz, hijron va judolik azobidan tetayotgan vatan ichki sirtidagi barcha qavm qarindoshlarning ushbu Ramazon oyi muborak bo'lsin. O'z tuprog'ida erkin ozoda sug'urlik va iftorlikdan mahrum yashayotgan chorasiz xalqimizga Allah yar yülek bo'lsin. Ramazon Sharif hurmati bilan ro'yi mujodilada g'oliblikni, iymon va aqidada sog'lomlikni, ajr savobda mo'l usullikni, iroda va quvvatda tavlanib chiqishni, xuluq adabda barkamollikni, ma'naviylik va fazilatda odamiylikning oliy martabalarini qo'lga keltirishni Janobi Alloh bizlarga nasib qilib bersin. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.